Yo bola, hammaga salom. Mening kanalimga xush kelibsizlar. Unda yaxshilab joylashib oling. Chunki biz bugungi videoda Blockbuster qanday animatsiya qilish, o'zi Blockbuster nima degan savolga javob topamiz. Unda yaxshiroq joylashib olgan bo'lsangiz, bugungi videoni boshladim. Blockbuster o'zi nima? You didn't have to cut me off. Mod o'rnatganingizda sizda mana shu narsa paydo bo'ladi. Bu qishqa montajli kino. Oh my god! Wow! Shularga bo'ladi. Mana xuddi kamerada sizni qilgan ishlaringizni yozib bo'ladi. Katta animatsiyalardan tortib qisqa narsalargacha ishlasa bo'ladi bu yerda. Masalan, bu men. Buni bu yoqqa tashladim va ketdim. Bu yozib olindi. Endi esa men bu yoqqa qarasam, bu yoqda yana o'zimni ko'raman. Chunki men hozir o'zimni animatsiya qildim. Blockbuster odam uchun rahmat, xayr senga. Bolalar bu katta kinolar olsa bo'ladi. Masalan, mana bu yoqqa ikkinchisiga odam tanlaysizlar. Mana bu yoqqa ko'p odamlar bor. Masalan, mod qo'shsangiz, mutantlar hamma narsa o'sha yoqda bo'ladi. Masalan, qishloqni olaylik. Hozir bu qayoqqa kelib to'xtayapti. Kerak modlar hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. 150 tadan ortiq like yig'sa shu video 100% shu modni kanalimga tashlab qo'yaman. Mana qaranglar, bu keladi. Beradi, ketadi. Mana endi bu yoqqa o'tib kuzatganimizda bu qishloq mana. Bu eng birinchi bosqichi animatsiyalarda. Mana masalan emoted modida rayga qo'yganmidim. Hop. Masalan mana bunaqa emotsiyalar bor. Mana o'lish animatsiyasi, boshqalar. Bunisiga meni aloqam yo'q. Muhimi bunda katta seriallar ishlasa bo'ladi, ko'p narsa qilsa bo'ladi. Nima desa bo'ladi, katta seriallar olsanglar bo'ladi, animatsiyalar qilsalaring bo'ladi. Masalan, mana o'zlariga katta animatsiya qilib ko'rsataman. Mana masalan shu. O'rgan olinglar, bu hali kerak bo'ladi. Bu birinchi darsligimiz. Ikkinchi qism chiqishini xohlasalaring shu videoga 150 ta like yig'ib beringlar. Ikkinchi qismda albatta chiqaraman. Mana. Endi Blockbuster odam bu yoqqa to'radi men turganimda. Endi bo'lsa sizlarga ana skinni joylashni o'rgatib o'taman. Bu yoqqa xohlagan skinlar qo'ysalaring bo'ladi. BABga kirasizlar. Steve bo'limiga xohlagan skillarilar, masalan qishloq bo'lsa qishloq, mana masalan qishloqni olaylik. Mana men qishloq ko'rsatadi bu yoqqa. Hozir biz katta tepish animatsiyasini ishlab beramiz. Mana. Menda edit kamera modi bor, shuning uchun menga u oson narsa. Modlar hammasini kanalimga tashlab qo'yaman. Bursa bitta like-ni jalka qilmasdan bosib qo'ysalaring. Blockbuster odam o'zidan ham kirsa bo'ladi. Edit kamera. Mana shunday.
F1'de bossalaring mana shunaqa bo'ladi. Shunda sizlar mana shuni videoga olishlaring mumkin. Mana hozir mana shu daqiqada Mortbach mana qishloqqa editga bosamiz. Mana bu yoqqa ko'rinadi bizga. Craft Impossible bosamiz. Shunda bizga mana shu joy ochiladi. Mana leg oyoq tepaga ko'tarishimiz kerak. Bu burish, bu tepaga ko'tarish. Yo'q, oltitasi leg. Shunday bukib olamiz. Shuni tepaga chiqarib, shu o'rtasini bukib olamiz. Left leg. Mana. Mana shu bo'lsa, endi keyin kadrga o'tamiz. To'xtanglar. Mana shu joyga animatsiya yoqib, tezlikni o'ndirib qo'yamiz. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Keyin bo'lsa keyingisi Mortbach bo'limiga o'tib, xuddi shu personaj olamizda Anchor bo'limidan shunchaki sal o'ngga qo'shib qo'yamiz. Hozir mana. Endi bo'lsa boyagi bukkan joyimizda mana bunday qilamiz. Endi esa buni oldiga suramiz. Hamma gaplarim tushunyapsizlar deb umid qilaman. Sal qiyshiq qo'yilgan ekan. Sizlarda bunday bo'lmaydi. Mana tepyapti. Endi bu yoqdan nima qilganimiz ko'rishimiz mumkin. Bu oyog'ini ko'taryapti, buni tepyapti. Endi ikkinchi personajga o'tamiz. Shu yoqni belgilab qo'yamiz. Bu personaj bu yoqqa kelib yiqilishi kerak endi. Pisk mana. Bu o'zimning personajim. Mana Craft Impossible Anchorni orqaga suramiz. Endi bu yoqqa o'tirganini qilamiz. Yoki shunchaki yo'q. Mana shunday kallasini mana shunday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bu o'rtacha animatsiya turiga kiradi. Ana endi qarasalaring. Yo'q. Buni shunday olib animatsiyani yoqish kerak-da. Mana bunday qo'yamiz. Endi kamerani yoqqanimizda bu buni keladi, bir o'chiraveradi. Xo'p bolalar, bugungi videoni tugataman. Bu bizning birinchi darsligimiz edi. Menga like bilan kanalimni yo'qotib qo'ymaslik uchun shunday obuna bo'lib qo'ying. Videoga esa like bosing. Shunda men blog o'tir kerakli animatsiya modlarni kanalimga tashlab qo'yaman. Unda sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.